Bugun sizlarga bu romantik juftlikni to'y tortlari haqida gapirib beraman. Sevishganlarni har doimgidek limuzinda emas, balki kabrioletda bir umr esda qolarli fotosessiyaga jo'natamiz va to'y tortlarini yasatishni boshlaymiz. Tort nachinkasini Shirintoy kelinimiz tanlaganlar. Eng mazali nachinkalarimdan biri fistashka Nutella nomlanadi va endi tortni krem bilan qoplash va tekislashni boshlayman. Iqlimimizni hisobga olgan holda to'y tortlarini sariyog'li krem bilan qoplashga harakat qilaman va bu yerda ham sariyog'li krem ishlatyapman. Tortimiz kattagina 50 kishilik va lambet stilida bezak berilmoqda. Boshidan kelinimiz bilan kelishib, tortimizni italyanskiy pirog stilida bezatmoqchi edik. Ya'ni o'rmon mevalari bilan, malina yoki qulupnaylar bilan. Lekin bu uslubda yasatilayotgan tortlar ko'payib ketgani uchun kelinimiz bir xillikdan qochdilar va qiziqarli noodatiy ideya qilib, nikoh marosimida o'zligi tortni ustini kuyov bilan yasatishga qaror qilishdi. Men ularga qopchalada qizil va qora kremlardan solib berdim. Shu bilan biz Tashkent Cityga yo'l oldik. Nikoh marosimi juda ham chiroyli manzarali restoranlardan birida bo'lib o'tayotgan edi. Tortni to'y egalariga topshirib, bu xonada xo'jayinim bilan maza qilib aylanib keldik. Yoshlar baxtli, meni missiyam esa bajarildi. Sizchi shunday to'yingiz bo'lishini istarmidingiz?